Statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda yiliga o'rtacha 300 mingga yaqin to'ylar o'tkazilar ekan. Ularning umumiy sarf xarajati 3 milliard AQSh dollaridan ortiq. Bu esa qaysi bir davlatning byudjeti bilan barobar degan. Bugun dabdabali to'ylarni obro' e'tibor deb biladigan xalqimiz qilgan marosimim birovnikidan kam bo'lmasin deya qarz olib bo'lsa ham to'y qilishga tayyor. Xo'sh, to'ydan asosiy maqsad nimada? Hashamdor, dabdabali to'ylar o'zi bizga kerakmi? Kerak, agar orzu-havasimiz. Orzu-havas, hamma narsa orzu-havas bilan bo'ladi. Yo'q, endi o'zini niyatiga qarab. Umuman olganda kerak emas. Qisqartirish kerak hammasi. Hammani o'z sharoitidan kelib chiqib, ba'zilarga kerak, ba'zilarga yo'q. Yet. Kerak menimcha. Chunki hamma qator bo'lish kerak-da baribir. To'yingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? O'rta holda. Necha kishi chaqirasiz to'yga? Necha kishi chaqirasiz? 500-600 kishi. Nimaga 500-600 kishi, 50-60 kishi emas? To'y berish kerak-da. U normal to'y bo'lishi kerak, shuning uchun 500-600. Xo'p, O'rtacha bo'lishini xohlayman. necha kishilik to'y qilib bermoqchisiz siz uchun? 100 kishilik. Men restoranda oddiy kichkina 30 kishilik to'y bo'lishni xohlardim. Qanaqa kelin ko'ylak kiyishni xohlardingiz? 5000 dollarlik, qimmat. Yo'q, kichkinagina, oddiy. Yo'q, milliy libos bilan uzataman xudo xolisa. Hamma qizlarning orzusi bor, oq ko'ylak kiyish. Xo'p, 5000 dollarlik kiyish kerak. Yo'q, unaqa shart emas-da, 5 million dollar. O'zi birovlar uchun to'y qilib berishga odat bo'lib qolganda, odam inson o'zi uchun qilishi kerak. Hamma narsani. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. To'yingiz bo'lganmi? Yo'q, xudo xolisa endi mana. Necha kishilik to'y qilmoqchi? 50-60 kishilik. Voy yurt nima desa o'sha. Men to'y qilgan paytda hamma 500 ta odamga to'y qilardi. Men ham 500 ta qilgan. Demak, fikrdan qaytmoqchi emassiz. Yo'q. 50-60 kishilik to'y tarafdori emassiz. Yo'q, u to'y emas. Oddiy tug'ilgan kun bo'lib qoladi u. Bu to'y emas. 200 ta odam bo'lmasa to'y emas. Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Mahmudxo'ja Behbudiy Oyna jurnalining 1915-yildagi nashrida shunday deydi: To'y va ta'ziyaga qilina turgan oqchalarimizni biz ilm olishga sarf etsak, Ovrupoylardek taraqqiy etarmiz. Bir asr oldin aytilgan bu fikrlar bugun ham dolsa.